Chili va Boliviya o'rtasidagi Oruro xalqaro trassasida yo'lovchi avtobusi ag'darilib ketdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida kamida 9 kishi halok bo'lgan, 20 nafardan ortiq odam jarohat olgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, hodisaga tezlikni oshirish va haydovchining charchog'i sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv ishlari davom etmoqda. Endi xalqaro maydonda yuz berayotgan shu kabi voqea hodisalar tafsiloti bilan xorij xabarlarida tanishtiramiz. AQShning Texas shtatidagi Mineral Wells shahrida kuchli tornado kuzatildi. Shamol tezligi soatiga 200 kilometrga yetgan. Tabiiy ofat oqibatida qator binolar vayron bo'lgan, tomlar uchib ketgan. Elektr tarmoqlari jiddiy shikastlangan. Vayron bo'lgan infratuzilma va xavfli zonalar nazoratga olingan. Hududda favqulodda holat e'lon qilindi. Hozircha jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Londonda sodir etilgan pichoqbozlik oqibatida 2 nafar erkak og'ir jarohat oldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanganlar shifoxonaga yotqizilgan. Ularning ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Hodisadan so'ng politsiya tergov boshlagan. Kriminalistlar dalillarni to'plash va gumonlanuvchilarni aniqlash ishlarini olib bormoqda. Hujum sabablari hozircha rasman ochiqlanmagan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti gepatit dunyodagi eng xavfli kasalliklardan biri bo'lib qolayotgani haqida ogohlantirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning o'zida ushbu kasallik sabab taxminan 1.300.000 kishi hayotdan ko'z yumgan. Har kuni qariyb 5.000 ga yaqin yangi kasallanish holati qayd etilmoqda.